Poytaxtimizda sport ixlosmandlari uchun unutilmas va shijoatga boy duatlon musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqada turli yosh toifasidagi ishtirokchilar o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazdi. Mazkur nufuzli musobaqada Mudofaa vazirligi harbiy sportchilari ham munosib ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Triatlon federatsiyasi tomonidan yuqori saviyada tashkillashtirilgan mazkur Uzbekistan Duatlon Championship 2026 musobaqasi nafaqat professional sportchilar, balki keng jamoatchilikni ham bir maydonga jamladi. Dastlab ishtirokchilar 4750 metr masofaga yugurishdi. Bu bosqichda ulardan nafaqat tezlik, balki iroda va bardosh talab qilingan bo'lsa, keyingi bosqichda velosipedda maxsus trassani 4 bora bosib o'tishdi. Nihoyat so'nggi bosqichda 3 kilometr masofaga yugurish bilan musobaqa ishtirokchilari finish qadar yetib kelishdi. Har bir qadamda 100 nafardan ortiq qatnashishi g'alabaga bo'lgan intilishini namoyon etdi. O'z o'rnida tomoshabinlar ham ularni olqish bilan qo'llab-quvvatlab turdi. Finish chizig'iga birinchilardan bo'lib yetib kelgan sportchilarning yuzida charchoq bilan birga faxr va quvonch uyg'unlashgan edi. Sportlarda qatnashishga ham tavsiya qilaman. Yoshlikdan boshlashga iloji boricha. O'zim 35 yoshdan boshlagan bo'lsam, mana 40 ga kirganman. Ayniqsa Toshkent shahrining go'zal maskanlaridan biri, Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tgan taqdirlash marosimi musobaqaning eng yorqin lahzalaridan biriga aylandi. Hamma sport turining qiyinchiligi bo'lgan singari, bu sport turi qiyinchiligi avvalambor sportchida chidamlilik kerak bo'ladi. Inson salomatligiga juda katta foydasi bor. Suzish bosqichi bor, velosiped bosqichi bor, yugurish bosqichi bor. Mushaklarning cho'ziluvchanligi, suyaklarning baquvvatligiga salomatligi juda katta. Yoshlarga, havaskorlarga tavsiya qilaman, hech qachon taslim bo'lmaslik kerak. G'olib va sovrindorlarga medal, diplom hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. E'tiborlisi, musobaqada Mudofaa vazirligi sportchilari yuqori natijalar ko'rsatib, birinchilikni qo'lga kiritishdi. Mudofaa vazirligi nomidan qatnashyapman. Mudofaa vazirligi yaxshi sharoit qilib bergan. Keyingi musobaqa xalqaro marafon bo'ladi. Xudo xohlasa unga ham qatnashib beramiz. Bugungi kunda yurtimizda sportni rivojlantirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga keng jalb etish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shubhasiz, bu kabi sport tadbirlari Yangi O'zbekistonning yangilanish, taraqqiyot va sog'lom avlodni tarbiyalash yo'lidagi ezgu maqsadlarning amaldagi ifodasidir. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.